Dersimizni davamlaştırıp sözlep bölsek. Endi so'zlaydiganimiz jemyan. Mundaq qilib aytganchanda ko'rinma yuz tangshigi. Bu ko'rinma yuz mal tushuncha aslında bekatning ixtiyorli munosabatdir. Mal nimasi bekatning mushu bosh batdagi yak munbar qismininki ko'rinma oldiga qaratilgan gap. Mushu o'rnining qurilmasini o'zgartimiz. Qarayli. Tushunchaninki birinchisi davxang sherji. Davxang sherji degan nima desa bat usti yetakchisi. Masalan, ma'lum qaraydigan bo'lsak, darvoza, munbar, anglitish, o'yin degan gaplar turamdi. Bu qaysi? Mana mushurni xatlarni biz mushurni o'zgartiramiz. Masalan, darvoza emas nima bo'ldi? Boshbat. Uni keyindan munbar, anglitish degandek turlar bor ekan. Bu asliga kelsam, to'g'risi ko'rib o'tdi. Tianja urji davxang, ya'ni ikkinchi darajadagi yetakchi bat qurish degan birdan tur chiqdi. Buni masal turib so'zda ya. O'zgartirdik ma'lum emas o'rinda bavurlar. Agar biz ma'lumni belgini elib etaylik. Ham bari qilib qoldi. Aldım kunlik xotirni qoldirib yotdim. O'yin qoldi. Top qoldi, qistirma qoldi. Anglitish qoldi. Masalan, belgini elib yotdim. Bu elib yotdim nima bo'ldi? Ma'lumlik ma'lumlar yo'q edi. Masalan, mana endi bizni yanglab baqay. Mana qaraydigan bo'lsak, munbar album xotir sharif taxsilam qoldi. Endi bizga yana boshqa o'zimiz belgilagan turlarni xatolandik. Albatta xatolaymiz. Masalan, qarab turinglar. Tianja Judaxang, ya'ni asosiy yetakchini qurish. Masalan, 0. Masalan, buloqcha munbiri ma'lumga bekatninki ulingan adresini yozamiz. Bo'ldi. Bu yerda 0 degan emas, mustarif kuch ko'rsatib 0 desa, masalan, birdan boshlagan 0 eng oldiga tizildi sonlar tartibi. Demak, 0 deb tartib solamiz, mushu bosh bat degan gapning oldiga chiqadi degan gap. Masalan, bir yo'llab baqay. Bo'ldi, bat yanglib o'tay. Mana buloqcha munbiri deb ma'lum boshqaniki nima bo'ldi? Chuqur bu buloqcha munbiriga o'linib ketadi. Masalan, biz baqay. Hozir Şinjan network'dagilar mulozim turayotgan vaqtda shu bekitimiz vaqtini to'xtab qoldi. Mana bundan ulanma bo'ladi degan gap. O'zimiz xohlagancha ulanma turlarni qatalaymiz. Endi bu yerga bir dona endi ikkinchi darajadagi davxon so'zlaydi. Masalan, men bir qism bir narsa qatay qaranglar. Hozir 3 ni qaytib ko'rsatay. Mesela 3 tane tur qatım ne olundu? Resimlik degeni mush rasmlar bet olundu. Detal degen detal tushirish bet olundu. Rasmlar degen rasm olundu. Mesela olunish adresini yozib beramiz. Endi hozir bunday betlar bizda yo'q. Shu buni qatmay turay. Chuqur birdan ularni qatnashib bo'lmaydi. Masalan, quduqni chaplab qo'yib turlar. Quduqni chapsak ne olundu? Bundan boshqa o'zgarib turdi. Endi qaranglar, bu nada o'zgarish qildi desa qarasak album munbar. Akasi hech qanday o'zgarish yo'q hozir buningda. Masalan, munbarda. Ko'rdingmi? BB Islam ko'rsatib berdi. Endi men saqlab bir batni yanglab ko'rib baqay. Bo'ldi. Endi qaranglar. Ko'rdinglarmi mana? Munbar degan ustiga qilsam darslik, detal, rasmlar deb turqatildi. Demak, darslik deganda masak darslik betiga o'linadi. Detal deganda masak detal betiga o'linadi degan gap. Mana shunda asli serilmiş shaklda tizimlik turg'isi bo'ldi arji davxon degandan. Endi agar buni o'zgartirib baqsak, masalan, ma'lum bir tur va qaranglar. Açtık. Mesela qo'shiq shaklida kiryapti mana. Ma'lumda Seyden Yanshi deydi. Seyden Yanshi degan tizimlik shaklda Seyden Yanshi qilmay Xangpay Yanshi, ya'ni yan to'qirib tizish degan tanlab baqib nima bo'ldi? Albem shaklda tizildi hozir mana. Endi bat yanglib baqili. Mana qaranglar. Bu yer o'zgarish bo'lmadi bu. Chuqur ma'ni yan shaklda tizib berdi asli. Ama boshqa tillarga shunday chiqyapti. Mana shunday. Undan keyin bunda bir so'z chiqarsa, buloqcha mana bir deganda bassak, ma'bat taqilib qolib, mening betim eshib ketdi. Biz bu bet taqilmay turib eshitmoqchi bo'ldi. Undan so'ng bunga qanday biyanchi degan turi kiramiz, Qaranglar, bir narsani shu qilsam, o'lingan xatmi shu. Asosiy yetakchi. Uni keyin bu ma'run ulan deb buni belgilab berdik.
xatni qo'llashtamsiz yani to'qilamsiz asılsız chiqaramsiz deb bir şey belgi ko'rsak mavrindagi mush xatlarda o'zgarish bo'ldi asılsız chiqadi yantoq bo'ldi degan gap ma xatning rangi masalan men qizilni tanlab bersak mavrindagi xat hozir oqgan bu qizil olmish bu rangi bu ko'ngilli holat to'sin mavrindi mana zay bendi chuankudagay zay shin chuankudagay ya'ni hozirgi ko'znakda echish ham yeng ko'znakda echish degan gap biz bu o'rindan yeng ko'znakda echish degan tanlab olsak boshqa bir batda echiladi masalan ma shaklda masalan man o'zgartirdim hozir bayam bir batni yanglab ko'rib qo'ya masalan buloqchamni birga besib boqay mana asliga bat qilib yangi batda echildi degan gap mushunda tanishib bo'ldi mana bu davxan shirji turiga turib qatish tizimli shaklda chiqish qatorliq turlar darsimiz shagicha bo'lsin xayr xo'sh